Assalomu alaykum hammaga, Artofarosh narkomanlari, yaxshimisizlar? Xo'sh, bugun sizlarga mini top uchun taktika aytib o'taman. Xo'sh, sherigim 14 rang, shuning uchun top 4 bo'lib qoldi. Endi top ucham ko'p bo'lardi. Mana bular ikkalasi 5-2 qilgan. Xullas, sherigim katta rangda. Xo'sh, Muhammad Ali bilan Azat ham top 1da. Xo'sh, kelinglar ko'rib o'tamiz o'yinni. 2 martaga o'xshagan o'yin. Xo'sh, ketdik. Taktikani ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Mendan kichkinagina sharh va yana bitta hozir ikkitaligiga aytib ko'rsatamiz sizlarga. 13-14 rank botka против AI taktika. Botni qaranglar, unitdan to'lib yotibdi. Taktika ko'rishinglar mumkin. Ikkita zavod, 3ta kazarma. Bir yerden sarıp Ruhan yangiye doğarlardı. Sandbox'a git. Bunun oldingi videomni ko'rsanglar Sandbox'a tashlab ketganman. Sekin botan kelishni boshlagan. Ajoyib o'yin. Ko'rishingiz mumkin. Bunday eski bor ekan. Botni Flow armiyasi o'zi tashqariga chiqyapti. 2 bo'linib. Ketlasa bo'ladigan o'yin bo'lyapti. Unit deyarli qolmadi. Ichini bazaytirish boshlanmaganda shunaqa. Mana grenadalar boshlangan. Bu yerdan ana ajoyib taktika kazarmalarni urishni ham boshladi bironikda. Taktikaga gap kelishi mumkin. Unit olmadı, fakat overrun'u dizaynlar o'ylaganimizdek bo'ldi, o'xshadi o'yinlar. Granatosda raketka bilan bunkerlarni olib chiqamiz. Bo'lmasa top 1 bo'larkan. Ko'rishinglar mumkin. Sherik 456 da vujud tugatgan edi. 456 bo'lsa yo'q, top 2 bo'lardi. Shunaqa. Xo'sh, kelinglar endi 9 rangni sizlarga ko'rsataman. Mana Red Cloud va Kurt Muslim tomonidan o'ynalgan o'yin. Buni ham o'zim o'ynadim. Shekilli ko'rib chiqamiz bitta. Xo'sh, bolalar, hozir bo'lmasa buni videoni joylayman. Bu akkauntimiz yangiligi sabab egasi adashmasam lobbidami birovni o'ynayaptilar. Bu videoni joylayman. Agar yoqsa sizlarga uni ham video qilib chiqaman. Deyarli taktikasi bir xil. Xo'sh, hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlanglar. Omad barchaga.